Assalomu alaykum, Islom Ustoz kanali a'zolari, hurmatli obunachilar. Bugungi manzilimiz xudo xolasa Andijon Chuvama qishlog'i. Naves o'rnatdik. Bu joyimizga ko'rtuslar juda ham chiroyli holatda chiqdi. 1 kvadrat metri 550 ming so'mdan tayyor qilib olib kelib Ustonovga qilib berdik. Tepadagi leksallari osmon rang bo'lgan. Ko'rtuslar juda ham chiroyli holatda chiqdi Navesimiz. Aka-ukalar, razmerlari eniga 7 metr, uzuniga 9 metr bo'ldi. Lazerli. Profillarimiz 3 ko'ch bo'lgan, qorlarimiz 3 ko'ch, tepapasi 3 ko'ch bo'lgan, stenasi 1,5 qalinlikda, to'rga to'rlarimiz ham polniy 1,5 qalinlikda bo'lgan. Xudo xolasa. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar, O'zbekiston bo'ylab dastavkalar qilib beramiz. Mana hovlimizga yarashgan bo'lsa, yarash deb qo'yasizlar. Juda ham chiroyli chiqdi. Kimga qiziq bo'lsa, mehmon aloqaga chiqaverasizlar aka-ukalar. Tepadagi chekilarimiz ham polniy 1,5 qalinlikda bo'lgan, listlarimiz 1,8 lik lazerli list bo'ldi. Tomchi gullarni ko'ryapsizlar, o'rtasiga ozgina tushirib berdik. Boshi bilan oxiriga chiroyli tursin deb, xudo xolasa. To'yxonaga borish shart emas. Chiroyli qilib to'yda o'tkazsa ham bo'laveradi. Mana hovlilaringga ana shunday naveslarni o'rnatib, to'ylarda chiroyli yaxshi kunlarda o'tkazsalar ham bo'laveradi aka-ukalar. Xudo xolasa, leksallarimiz Qozog'iston yaxshisidan bo'ldi. 15 yil garanti. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Tushunmagan joylaringga kommentariyada yozsalaring yoki telefon raqamida telefon qilsalaring. Instagram, YouTube'imiz bor, bemalol aloqaga chiqaverasizlar aka-ukalar. Xudo xolasa. O'zbekiston bo'ylab dastavkalar qilib beramiz, chiroyli narxlarda. Mana hovliga yarashgan holatni ko'ringlar. Hovliga shunday kirganda darvozaxonadan mana shunday naves kutib oladi. Juda ham chiroyli holatda chiqdi. Tomdan ozgina ko'tarib berdik. Past bo'ladigan bo'lsa damiq bo'lib ketadi. Havo aylanishga ham qor yoqqanda kurab oradan tushirib yuborsa bo'laveradi. Agar yopishtirib qo'yadigan bo'lsak, kurash neudobniy bo'lib qiynaydi. Shuning uchun mana shu holatda qilib bering deyishgan edi. Egalari aytishi bo'yicha mana shu holatda qilib berdik zakaz bo'yicha. Kimga qiziq bo'lsa aka-ukalar aloqaga chiqaverasizlar. Chiroyli narxlarda tayyorlab beramiz.